Farg'onada bir ayol 2 oylik chaqalog'ini $10,000 sotayotganda qo'lga tushgan. $10,000. Onalikning yuki shu darajada og'irmiki, hamma ko'tara olmayapti. U ona emas, u maxluq. Pul uchun sotdimi, u ona emas u. U onaman demasini. Urush paytida onalarimiz bolasini sotganmi? Qiynalsa ham o'zi boqqan. Shunaqa qiyinchilikda yashagan oilalarni bilaman. Birontasi bolasini sotmagan. Bular ona deb atash o'zi noto'g'ri. Shunchaki biznesga aylantirib qo'yishdi bolasini. Ertaga u bolaning taqdiri-chi, ertaga uni kelajagi-chi. Noto'g'ri qadam qo'ygan bo'lishi mumkin. Farzandni dunyoga keltirgan bo'lsa, bir davlat boqib oladi. Yaxshi bir oilalarga beradi. Butun boshli amaliyotimda 20 dan ortiq asrab olingan bolalar bilan ishlaganman. Ota-ona asrab olgan. Vaqt soati kelganda shu bolalarga aytsakmikin asrab olganimizni, endi qizlar balog'atga yetib kelyapti, dinimizda nomahram hisoblanadi ota-onasiga, aytinglar, oshkor qilinglar deyilgan. Qanday qilib aytamiz degan masalada juda ko'p, mana shu 20 dan ortiq murojaatlar bo'lgan. O'g'il bolalar masalasida ham. Ertaga buni ruhiyati jarohatlanib qolmasmikin, ertaga bu bizdan ko'ngli sovib ketmasmikin, ertaga ota-onamni topib ber deb to'polon qilmasmikin degan bir savollar, istiholali savollar bilan murojaat qilishgan. Ishlaganmiz hammasini, lekin juda qiyinchilik bilan oshkor qilganmiz. Aytish kerak. Aytish kerak bo'lgan joyda shunaqangi tayyorgarlik ko'rganmizki, aytganimizdan keyin, xabardor qilganimizdan keyin stressga tushadimi bola, u bilan yana ishlaysiz. Mana shunaqangi holatlar. Endi shunchaki tug'ib bolasini sotishi men umuman hech qanaqa senga baholab bera olmayman. Odamiylikka ham to'g'ri kelmaydi.